Bugungi obzorimizda Cherry Tiggo 8. Buni ikki xil modeli bor. Ikkalasini ham narxini sizlarga oxirida aytib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Oxirgi paytlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'p Cherry mashinasini obzor qilyapman, o'zim testdan o'tkazyapman. Bugun xuddi shunaqa Cherry 8 gibrid versiyasini obzor qilgani keldim. Qisqacha bu mashina haqida sizlarga xarakteristikalarni aytib beraman. Qanaqa masofa yuradi, elektrikada qancha yuradi, balon razmerlari necha, motor xarakteristikasi qanaqaligini polностью sizlarga sekin-sekin yetkazib beraman. Sekin salonga o'tadigan bo'lsa, birinchi o'chiritda bilasizlar, texnikaga men juda ham qattiq qiziqaman. Bu menga yoqqan tomoni bu besprovodniy zaryadka. iPhone 16 Pro Max ga idealniy shunda tushadigan besprovodniy zaryadka. Undan tashqari bu yoqda pastda USB vxodi ham bor, Type-C vxodi ham bor. Komplektida mana bunaqa uyga qo'yadigan zaryadniy kabeli ham bor. Ekraniga keladigan bo'lsa 15.6 dyuym multi ekran. Kolonkalarimizda oddiy kolonkalar qo'yib qo'yilmagan, Sony brendidan normalniy, качественный kolonkalar qo'yilgan. Panoramniy lyuk oxirigacha boradi, ochilishi. Tepasidagi ochiladigan lyukimizni yarmigacha ochiladi. Bemalol mashinadan chiqib olib nafas olib ketsa bo'ladi, agar nafas yetmay qolsa. Hamma sideniyamizda oldi ham, orqa ham isitadi. Faqat oldidagi ikkitasini obduvi bor, ya'ni sovutib turadi. Rulida ham podogrev ruli bor, ya'ni qishda mo'zdek rulni ushlab qo'lingizga muzlab ketmaysizlar. Bemalol, komfortli, mazza qilib, ko'tinglarning tagida ham issiq, qo'lingizda ham issiq, mazza qilib ketasizlar. Eng qizig'i, bu material eko ko'shaga o'xshagan, yozda qizitib, kuydirib tashamaydi, qishda bo'lsa sirazu muzlab sizlarga diskomfort bo'lmaydi. Mazza qilib ketasizlar bu ko'shada. Salonda ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 2 3 4 5 ta odam o'tira oladi bemalol. Ko'p mashinalarda shunaqa, lekin bunda bitta plus tomoni 7 ta odam o'tira oladi. Orqadagi bagajni o'rnida ham ikkita sideniya ko'tariladi. Agar u yopilsa, joyiga qanchaligini mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Menga eng yoqqan tomoni podlokotnik, ya'ni qo'lda tegida turadigan bardacho'ga mana mana shu yerda. Rosa ham chuqur, почти mana yarim qo'l kirib ketyapti. Buni ichida eng qizig'i mana shu konditsionerdan muzdek havo o'tadi. Ya'ni napitkalar qo'yib qo'ysanglar, o'shalar har doim yopib qo'yilgan holatda muzlab turadi. Ya'ni xolodilnik qo'linglarning tegida. Bardacho standartniy, unaqa ja cho'nqir emas, ja kichkina ham emas. Ichida sveti ham bor, ko'rib turasizlar, nima ochganida, nima borligini, nima yo'qligini. Sizlarga bu yerda ko'rinadimi, ko'rinmaydimi bilmayman, hozir harakat qilamiz ko'rsatishga. Lekin mana shu oldi lobovoy oynada mayda bunaqa arra sifat liniyalar ketgan. Ya'ni bu nimaga deganda, qishda oyna muzlab qolmaydi. Mana mashina liniyalari isitib, oynani komfortli qilib, ko'rinadigan qilib beradi. Mana undan tashqari mana bu yerda katta head-up displeyimiz ham bor. Pastga qaramasdan rulda, mana shu rulni tepasida skorosti ko'rsatib, yana qo'shimcha informatsiyalarni ko'rib, oynani o'zida ketsanglar bo'ladi. Oxirgi paytda menga juda ham yaxshi ko'rdim mana shu funksiyasini. Cruise control, ya'ni bitta skorosti berib qo'yasizlar-da, kerakli skorost berib qo'yasizlar-da, gazni bosasizlarmi, bosmaysizlarmi, o'sha skorostda ketaveradi. Oldidagi mashinani hisobga oladi. Agar u sekinlashsa, sizlarning mashinanglar ham sekinlashadi. Agar u tezlashsa, uni ketidan yana o'sha bergan skorostinglar bo'yicha tezlashib yetaveradi. To'xtasa, to'xtab oladi ketidan. Yana bitta o'sha cruise control plus tomoni bu o'zi palasaga tushib olib, haydab ketaveradi. Berib qo'ygan skorostinglarga qarab, ya'ni radarlardan qo'rqmasdan, o'zim mashinamda ham hozir oxirgi paytda juda ham ko'p ishlatyapman, chunki har 2 qadamda radar O'zbekistonda. O'shaning uchun kerakli skorosini qo'yib qo'yaman-da, umuman volnovatsiya qilmasdan ketaveraman. Toqqa ketsam toqqa, viloyatga chiqib ketadigan bo'lsam viloyatga bemalol, hech qayerga burilmasdan, qaramasdan, mashinani mazza qilib, gazni bitta tempda ushlab olib ketaveraman. Motor qismiga keladigan bo'lsa, bu yerda bitta benzinoviy turbo 1.5 motor turibdi. 204 ot kuchiga teng. Undan tashqari bu yerda elektromotor bor. Elektromotorda bo'lsa 95 km dan 110 km gacha bemalol o'zini elektromotori yetib beradi. Elektromotorimizda 2 xil zaryad razyomi bor, rozetkasi bor. Hop, benzin bu yoqdan qo'yamiz, elektrda mana Mamatdan zaryad qilamiz. Bu yerda ko'rayotganingizda bitta tez zaryad qiladigan, ana stansiyalarda, ko'chalarda tok borlarda yoki boshqasida, bu yoqda uyga qo'yib qo'yadigan rozetkamiz kichkina.
Ko'rib turganinglardek, sideniyat yotqizilgan holatda bagajni qanchalik kattaligini, kerakli narsalarni, chemodaninglarni yoki boshqa narsalarni bagajga polni joylaysizlarda, bundoq tortib turib, mana buni bundoq qilib qo'ysanglar, estetichniy, chiroyli ko'rinib turadi, bekilib turadi. Mana bu tegidagi narsalar ko'rinmaydi. Bu narsani bundoq qo'yib yuborib turib, yana sideniyani ko'tarib, bola chaqalarni bemalol o'tkazib ketaverasizlar. Mana bu ko'tariladi. Polnotsenniy o'tiradigan joy bo'ladi. Bu yerda yana kichkina buyumlarga, narsalarga joy bor. Bagaj mana eng больной temam, shuning uchun bagajga maza qilib yubordim. Xo'p, yana bitta zo'r tomonini aytib ketaman. Ko'pchilik mashinada bu narsani, bu funksiyani ko'rmaganman. Mana bu yerda mana bemalol o'tirsa, odam oyoqning orasida joy bor, orqatiga если что siqilib qoldi deylik. Mana bu joyda temiri bor, tortasizlarda. Orqa sideniyani surilishi. Qaranglar. Surilib, bemalol buni yotqizib ham qo'ysanglar bo'ladi, bunday qilib. Kerakli mana bu narsalarni yopib turib bo'ldi. U yoq sideniyani ham, bu yoq sideniyani yopasizlar. Polnotsenniy kemping mashina qilsanglar ham bo'ladi. Mashinadan oxirigacha oyog'ingizlar uzatsanglar ham bemalol yetadi. Spalniy meshokka ikkitasini qo'yib olasizlar-da. Yevropaga qarab turib, sayohatga qarab turib, mazza qilib ketasizlar. Kechasi mana shu yerda ovqatlanasizlar ham, uxlaysizlar ham. Xullas, oilaviy sayohatbop mashina. Oxirgi model mashinalardagi bunda ham aqlli far o'rnatilgan. Ya'ni 400 dan kelayotgan mashinaga dalniyni yoqib qo'ysangiz ham ko'ziga tushirmaydi. Imенно o'sha mashina kelayotgan tarafni bekitib, boshqa tomonga yoritib beradi. Ko'rayotganinglardek, bunda diskalari 19 talik, baloni 19 talik, diskalarni yangicha formasi chiqqan, juda ham chiroyli bo'lib diskasi. Bu mashinamiz hozirgi kunda 5 xil rangda chiqyapti. Oq, qora, seri, mokri asfalt va yashil. Yashili menimcha eng chiroyli ranglardan bittasi bo'lsa kerak. Cherry Tiggo 8 2 xil versiyasi bor, luxury va premium. Luxury pozitsiyamizning eski narxi 429 million 900 ming so'm bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 374 million 900 ming so'm. Premium pozitsiyamizning eski narxi 449 million 900 ming so'm bo'lsa, bugungi kunga kelib 394 million 900 ming so'm. Ko'rib turganinglardek, luxury pozitsiyasi ham, premium pozitsiyasi ham почти что 30 millionga arzonroq bo'lgan. Bu narxlar kreditga ham, lizingga ham amal qiladi. Faqatgina rassrochkaga amal qilmaydi. Yaqinda bu mashinani testlarini ko'rdim. Jizzaxda testlar qilishganida batareykasini yonmasligini ko'rdim men bu narsaga. Undan tashqari buni batareykasiga 8 yillik kafolati bor ekan.